Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videoda supply va demand zonalarini qaysinisi eng effektivni va weak zonalar haqida gapirib o'tamiz. Esinglarda bo'lsa, supply va demandni aniqlab olish uchun bizga nima kerak bo'lgan? 3 ta narsa kerak bo'lgan. Bu birinchisi inefficiency, candle mana inefficiency hosil qilgan bo'lish kerak. Ikkinchisi bu breakout structure yoki choch hosil qilgan bo'lishi kerak, candle breakout structure yoki choch. Uchinchisi bu muhim kriteriya emas, lekin bo'lgani afzal kriteriya bu liquidity hosil qilgan yoki bor liquidityni yechib olgan bo'lishi kerak. Odatda bizani bu kecha Fibonaccidan olingan narsa edi, paka o'chirib turamiz. Xo'p, qaranglar. Shu yerda o'zida ham bitta candle ko'ryapman. Bizada shunaqa holatlar bo'ladi, ya'ni bozorda shu ba'zida candle mana supply va demand zonani aniqlab olish uchun bizga nima kerak? Bizga inefficiencydan, inefficiency hosil bo'lgan candledan bitta oldingi candle kerak, to'g'rimi? To'g'ri. Xo'p, endi holatlar bo'ladi. Допустим, mana bunaqa. Mana buni ko'ryapsizlar, inefficiencyni ko'ryapsizlar, uzun tushgan. Shunda novichoklar o'ylanib qoladi. Men hozir yokida mana bu candle oladi, misol uchun. Okey. Mana bu candle oladi. Ko'ryapsizlar? Xo'p, endi inefficiency deb bu candle olgani to'g'rimi yoki noto'g'rimi? Nima deb o'ylaysizlar? Xo'p, agar noto'g'ri deb javob bergan bo'lsanglar, javobinglar to'g'ri. To'g'ri deb javob bergan bo'lsanglar, javobinglar noto'g'ri. Nimaga? Chunki biza bu candle inefficiencydan oldingi bitta candle prosta bekordan bekorga olmaymiz. Buni tagida logikasi bor. Logikasi qanaqa? Narx o'zidan oldin, o'zidan inefficiency tashab ketganda, shu yerda уже orderlar qolgan. Shu yerda orderlar ko'p. Ya'ni order degani bu buyruq degani, ya'ni buy, mana bu yerda sell orderlar ko'p. Xo'p, bu sell orderi ustida tabiiyki nima bo'ladi? Buy stop bo'ladi. Ya'ni agar narx mana bu yerga qaraysizlar, mana bunga shuni tepasiga chiqadigan bo'lsa, avtomatik tarzda mana bu sell orderlarni stop loss uradida, buy stop bo'ladi. Ya'ni marketda hozirgi narxida bular stop loss urgan bo'lsa, buy olish kerak endi. Chunki sell сделкani yopish uchun buy qilish kerak bo'ladi. To'g'rimi? Xo'p, endi bu yerda narx nima bunga qarab qaytib kelyapti? Chunki bu yerda mana bu blokka tepasida buy orderlar bor. Buy stoplar bor. Chunki bu yerdan sell bergan odamlar borda, treyderlar. O'shani olib liquidityni ko'ryapsizlar, imенно o'shani ustiga ozgina chiqib, hammani stop lossini olib, keyin narx pastga tushib ketyapti. Endi biz nima mana bu blokka o'zimizga точнее mana bu candle o'zimizga blok deb olmaymiz. Bunga sabab hozirgi aytgan narsamdan o'ylab fikr yuritsanglar bo'ladi. Bunga sabab buni ustida buy stoplar yo'q. Mana bu yerdan sell bergan bo'lsa, odam sell berganda, to'g'rimi? Buni stop lossi mana bu teparoqda mana bu yerlarda bo'lgan. To'g'rimi? Lekin ularning stop lossi уже mitigate qilinib bo'ldi. То есть mana bu candle week уже mitigate qilib, mana bu stop losslarni olib sweep qilib bo'ldi. Ya'ni buni ustida hech qanaqa mana bu candlechani ustida, inefficiencydan oldingi bitta candle ustida уже hech qanaqa order yo'q. A bozor liquiditydan liquidityga yuradi. Liquidity nima? Bu liquidity bu orderlar. Ya'ni mana buni ustida sell stop order, buy stop orderlar, bular bozorga liquidity bo'ladi. Mana bu 3 ta chiroyli, bu haqida keyingi videolarda ham aytamiz, no? Mana bu yerda 3 ta chiroyli liquidity turibdi. Tiniq bo'lib turgan joylarni bozor kelib обязательно olib ketadi. Mana bunaqa wick bilan tashab sweep qilib keyin ketadi. Prosta tak ketmaydi. Chunki mana bu yerda sell berganlar borda, ularning stop lossni olib keyin ketish kerak. Bozor chiqarib yuborish kerak. Temaga qaytadigan bo'lsak, bu yerda endi biza supply va demand zona deb supply zonamizni mana buni weekni olamiz. Sabab bu blokni olishdan foyda yo'q. Chunki bu blok уже mitigate qilinib bo'lgan. Bu blokning ustidagi orderlar hammasi mana bu blok
mana bu wick bilan sweep qilinib bo'lgan. Endi shu wickni ustida orderlar bor. Hozir ko'ramiz, paka hozirgi holatda bozor pastda turibdi. Keladigan bo'lsa ham mana bu blokdan emasda, точнее mana bu candledan emas, mana shu blokdan reaksiya qilishini ehtimoli kattaroq. Tushundinglar-a? Bizada wick zonalar bo'ladi. Hozir yana qarab ko'ramiz, qanaqa qatta bor ekan. Pastda, по-моему. Вот. Mana bitta ham qaranglar, xuddi men hozir aytayotgan narsam inefficiency, gigantskiy inefficiency bor. Spike bo'lib ketgan, yengillik chiqqan edi. Bu kechami? Yo'q, kechagi emas ekan, bu CPI-dagi, по-моему. Xullas, yengillik chiqqan. Endi mana bu blokni o'zi kitobida mana shu blokni olishimiz kerak, to'g'rimi? Mana bu inefficiency hosil bo'lgan blokdan bitta oldingi blok. Bu blokni olish samarasiz, chunki bu blokni tagidagi orderlar inefficiencyni o'zi bilan mitigate qilinib bo'lgan. O'shaning uchun keyingi safar narx siz mana bu yerdan sell kirib, mana bu yerga stop loss buy kirib, mana bu yerga stop loss qo'ygan bo'lsangiz, narx mana shungacha полностью mitigate qilishi mumkin. O'shaning uchun agar supply va demand zona olayotganingizda, sizni inefficiencyingizdan oldingi candlengiz уже mitigate bo'lgan bo'lsa, ya'ni orderlar уже yopilib bo'lgan bo'lsa, pastroq tushgan, mana sell bo'lsa, undan oldingi candleda, undan keyingi candleda yana pastroq tushishi bu mitigation deyiladi. Mitigationni bundan keyingi darsimizda men o'taman. Atak вот, mana bu candlengiz уже bu candle bilan yopildi, bu yerda order qolmadi, endi orderlar bu yerda bor. Shuning uchun bemalol zona olayotganingizda shu inefficiencyni o'zini wickini ham olsangiz bo'ladi. Qanaqa holatdaligini tushundingiz, qanaqa holatda o'zini wickini olishimizni tushundingiz. Shunaqa holatlarda inefficiencydan oldingi candleda olishimiz kerak ekan deb turib buni olib qo'ysangiz xato bo'ladi-da. Wickni o'zini olganingiz ma'qulroq. Sabab bu yerda orderlar qolmadi, endi orderlar bu yerda. Bozor ko'proq shu wickni tagidagi orderlarni yoki shu wickni ataka qiladi. Bu candleda emas, bu candleda уже bu yerda o'zida ataka qilib ket bo'lgan. Men hozir aytayotgan narsani ham o'zingizlar borib chartinglarda ko'ringlar. Shu wickni ham ko'zinglarni o'rgatinglar. Shu wickdan ham qaytib ketishi mumkin bo'lgan holatlarni qidiringlar. Mana bu yerda ham inefficiency bo'lgan, to'g'rimi? Inefficiencydan oldingi candleda olmaysizda, wickini olasiz. Ko'ryapsizmi? Yana shu yerda o'zida chiqib kelyapti-da. Men misol uchun hozir videoda qidiraman deb o'yladim. Yo'q, mana bugun daily bugungi hozirgi bozor hozirgi holatidan chiqib kelyapti. Men videodagi mavzumga oid candlelar. Xo'p. Endi допустим, men bu yerda bo'ladigan bo'lsa, qarang, bu yerda bo'ladigan bo'lsa, inefficiency ko'ryapsiz. Inefficiency breakout structure qilganmi yo'qmi, endi buni orqaroqqa borib o'zingiz check qilishingiz kerak. Breakout structure bo'lyaptimi yo'qmi, lekin shu yerda ham qarang, mana bu inefficiency hosil qilgan candle bo'lsa, baribir wickiga tegmayapti. Siz endi bu yerda inefficiency hosil qilgan candle o'zini wicki yo'q. Undan oldingi candle yarmi mitigate bo'lgan. Shunda undan oldingi candle wickini olsangiz ham bo'ladi. Tushunyapsiz? Ozgina bo'lsa ham bu yerda baribir reaksiya bergan. Ozgina bo'lsa ham narx ushlab turgan. Tushunyapsiz? Mana bu inefficiencyni agar bu mitigate qilib qo'ygan bo'lsa, buni wickini olsa bo'lar, lekin ba'zi situatsiyalarda inefficiencydan bitta oldingi candleda butun tanasini olmaysiz, chunki tanasini yarmi во-первых mitigate bo'lgan va во-вторых, ya'ni ikkinchidan nima bu yarmi mitigate bo'lganda, bu yerda уже orderlar yo'q. Bu yerga ko'proq keladi. Men ko'ryapsam, shu yerdan qaytyapti. Plus agar misol o'zini полностью oladigan bo'lsangiz, siz entryingiz ham, stopingiz ham слишком katta bo'lib ketadi. Hatto lekin misol uchun men bitta breaker blok bo'lib ishlagan bo'lsa ham, ko'ryapsizlar, ya'ni men bitta buzib ketgan bo'lsa ham, zato keyinchalik imенно shu yerda narx baribir reaksiya olib kelyapti. Ko'ryapsizlar, buzolmagan. Aytmoqchi bo'lganim, men buni o'zini holatlar bo'ladi, что inefficiencydan oldingi candle ham o'zini olmaysiz, ba'zida wickini olasiz. Qanaqa qilib ajratishni tushunib oldingiz? Agar mitigation bo'lgan bo'lsa, уже unisini olmaysiz, mitigation bo'lmagan partini
chastini olasiz, ya'ni joyini. Mitigation haqida keyingi videoda aytib o'taman. Bugungi videoyimiz foydali bo'ldi degan umiddaman. Savollaringiz bo'lsa, Telegram orqali berishinglar mumkin. Kommentariyada izohinglarni kutib qolaman. Plus tradingni o'rganmoqchi bo'lgan do'stlaringizga shu videoni ulashib qo'yasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.